Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz tarixdan hikoyalar darsini 5-sinf tarixdan hikoyalar darsiga asosida olib boramiz. Birinchi kitob haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu kitob asosan tarix faniga kirish uchun qiziqish uyg'otadi. Tarixdan qisqacha ilmoqli joylar, chiroyli hodisalarni yoritib beradi. Ya'ni tarix haqida qisqacha, oson, sodda ma'lumotlar taqdim etadi. Xo'p, bu darslikning birinchi qismi kirish deb nomlanar ekan. Kirishda asosan vatanni sevish, vatanni ulug'lash, ya'ni vatan qadri haqidagi ma'lumotlar hamda tarixiy xotira, tarixiy xotirasi kelajak yo'q mazmunda, ya'ni qanday desam ekan, tarixiy xotirang, tarixni yaxshi bilmagan millatning kelajagi yo'q. Har bitta shaxs o'zining tarixini bilishi va undan o'rnak olib kelajakka qadam qo'yishi kerakligi uqtirilgan. Birinchi paragrafimiz, ya'ni birinchi darsimiz esa mavzumiz tarix fani nimani o'rganadi deb nomlanadi. Oddiy savol, tarix fani nimani o'rganadi? Oddiy javob, tarix fani tarixni o'rganadi. O'zi oddiy javob. Tarix so'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'tmishdagi voqealar haqida hikoya degan ma'nolarni anglatadi. Endi umumiy ma'noda tarix fani odamlarni u qadimgi zamonlardan tortib to hozirgi kungacha bosib o'tgan hayot yo'lini aks ettiradi. Ularning yaqin va uzoq o'tmishda nima bilan shug'ullanganliklarini va eng katta tarixiy voqealarni o'rganadi. Bu tarixni o'rganishda tarixni o'rganishda asosan biz manbalarga tayanamiz, ya'ni tarixiy manbalarga tayanamiz. Tarixiy manbalarni manbashunos olimlar sinchkovlik bilan o'rganib, tarix fani uchun zarur ma'lumotlarni yo'llashadi, ya'ni berishadi, taqdim qilishadi. Misol uchun nimaga sinchkovlik bilan? Chunki bilamizki, tarixni g'oliblar yozadi. Misol qilib keltiradigan bo'lsak, shu O'zbekiston tarixida ham Rossiya imperiyasini O'zbekistonga bostirib kirishi, O'zbekiston isloh qilishi, ya'ni uchxonliklardan isloh qilishida Toshkentni bosib olishda shunday voqea bo'ladi. Toshkent ishg'ol qilingandan keyin o'sha general, hozir ismi esimda yo'q, hamma Toshkentdagi bekliklarni, dahalarni, oqsoqollarni yig'ib turib, go'yoki Toshkentni Rus imperiyasi kuch bilan bosib olmadi, balki kelishilgan holatda Toshkent qo'qonxonligidan chiqib Rossiya imperiyasiga taslim bo'ldi. O'zi Toshkent o'zini ixtiyori bilan Rossiya imperiyasiga o'tdi degan ma'noda xat yozishadi imperatorga. Uni yozishni, uni imzolashni istamagan oqsoqollarni Sibirga surgun qildiradi. Ya'ni umumiy mazmunda Rossiya imperiyasi imperator bilishi kerak ediki, Toshkentda o'sha generali bosib olmadi, balki Toshkent o'z ixtiyori bilan Ruslarga qo'shildi. Bu yerda generalni diplomatik harakatlari orqali degan ma'noda ketadi. Ya'ni soxta tarix paydo bo'lib qoladi. O'sha soxta tarixlarni yo'qotish uchun manbashunos olimlar sinchkovlik bilan o'rganishadi. Endi tarixiy manbalar o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Moddiy manbalar va yozma manbalar. Moddiy manbalar bu odamzod qo'li bilan yaratilgan har bitta narsa. U kiyim-kechak, zeb-ziynat, qurol-yarog', idish-tovoq, turar joylar, hammasi moddiy manbalar sifatida aksiya bo'ladi. Endi moddiy manbalarni asosan arxeologlar o'rganadi. Arxeologlar qanday odamlar yashagan deb taxmin qilgan joylarda qazishma ishlarini olib borib, o'sha yerdagi manba ashyolarni to'plab, ularni yaxshilab o'rganib chiqib, kerakli ma'lumotlarni berishadi. Moddiy manbalardan keyin yozma manbalar turadi. Yozma manbalar ham tarix fanini to'ldirishda juda katta, muhim ahamiyat kasb etadi. O'zi yozma manbalar qachondan beri yozma manbalar bor desa, mana
Moddiy manbalar u juda eski, u paleolit davridagi tosh qurollar ham topilishi mumkin. Lekin yozma manbalar qisman yangi manbalar hisoblanadi. Yangi bo'lib, yangi emas. Men o'zim universitetda shunday bahs ketganda yozuv qachon paydo aniq qachon paydo bo'lgan. Agar birinchi bo'lib qadimgi sharqda sivilizatsiya paydo bo'lgan va u miloddan avval 4-minlikda bo'lgan bo'lsa, Misrda davlat tashkil topa boshlagan miloddan avval 4-minlikda. Endi davlat o'sha davlatcha ichida yozuv bo'lmagandan ko'ra, o'shda yozuv bo'lganligi haqidagi taxminlar masalan haqiqatga yaqinroq. Shuning uchun o'zim aytganman, yozuv miloddan avval 4-minlikda paydo bo'lishi kerak deb turib, shu faktni keltirdim. Shu farazdi. Lekin bu kitobda aytilyaptiki, bundan hozirgi kundan qariyb 5000 yil muqaddam qadimgi ba'zi xalqlar o'zini alifbolariga ega bo'lgan degan ma'noda so'z boradi. Chindan ham bu haqiqat. Chunki kitobda yozilgan, ular o'rganishgan, kerakli ma'lumotlarni o'rganib solishtirib, keyin bizga taqdim etishyapti. Endi yozma manbalar. Endi O'zbekiston tarixi haqidagi eng qadimiy yozma manba bu Zardo'shtchilik dinining muqaddas kitobi Avesta sanaladi. Avesta o'sha mashhur kitob 12046 yozilgan. Shunda Zardo'shtchilik dini ahkomlari haqidagi ma'lumotlar keltiriladi. Bundan tashqari o'lkamiz hududidagi qadimgi Xorazm, Sud, Baqtriya o'lkalar haqidagi ma'lumotlar ham uchraydi. Avestodan keyin Eron shohlari yozilgan, Eron shohlari bitiklari, ya'ni ma'lumotlar keltirishi mumkin. Bunga misol qilib Behustun qoyatosh yozuvlari hamda Naqshi Rustam qoyatosh yozuvlarini misol qilib keltiramiz. Undan keyin qadimgi Yunon, qadimgi Rim, qadimgi Xitoy olimlari, tarixchilarining asarlarida ham o'lkamiz tarixiga oid ma'lumotlar uchraydi. Bo'ldi, asosan mavzu shundan iborat ekan, eng chiroyli joylari. Keyin arxiv nima degan yodda tuting bor ekan. O'sha arxiv so'zining izohi. O'zi arxiv so'zi ikkita ma'noda keltiriladi qadimiy dunyo tarixida. U ham yunoncha, ham lotincha. Lekin bu kitobda O'zbekiston Milliy ensiklopediyasidan aniq lo'nda javob yozilgan. Arxiv bu eski hujjatlar va yozma yodgorliklar saqlanadigan joy. Shu bilan birinchi darsimiz yakunlandi. Keyingi darsimiz bundan yaxshiroq chiqadi deb umid qilaman.